Bugun shu videoni ko'rayotgan sen dunyoda eng ko'p gaplashadigan odaming kimligini bilasanmi? Balki do'sting emasdir. Oilang ham emas, ishxonadagi hamkasbing ham emas. U o'zingsan. Qizig'i shundaki, bu suhbatlarning deyarli hammasi ovozsiz kechadi. Hech kim ularni eshitmaydi. Ammo ongang har bir jumlani eslab qoladi. Har safar ichingda mendan baribir chiqmaydi. Yana xato qilaman. Men bunga loyiq emasman. Meni hech kim tushunmaydi deb aytganingda, ichki olaming bu gaplarning rost yoki yolg'onligini tekshirib o'tirmaydi. U ularni qabul qiladi. Keyin esa shu gaplar sening o'zingni qanday ko'rishingni, boshqalarga qanday qarashingni va hayotga qanday munosabatda bo'lishingni asta-sekin belgilay boshlaydi. Shundan keyin qabul qilgan har bir qaroring, qurgan har bir munosabating, qo'ldan boy bergan har bir imkoniyating ko'pincha tashqi sabablar emas, balki ichingda yillar davomida tinmay davom etayotgan o'sha suhbat ta'sirida shakllanadi. Shu o'rinda bugungi videomiz homiysi Turk havo yo'llariga minnatdorchilik bildiramiz. Ba'zan insonning hayotini o'zgartiradigan narsa katta qaror emas, balki yangi ufqqa qarab qo'yilgan bitta qadam bo'ladi. Sen boshqa shaharni ko'rish uchun yo'lga chiqasan, lekin qaytganingda dunyoga avvalgidek qaramaysan. Chunki haqiqiy sayohat faqat manzilni emas, insonning ichki chegaralarini ham kengaytiradi. Dunyoning yuzlab shaharlarini bir-biriga bog'laydigan, mehmondo'stlik va qulaylikni yo'lning har bir lahzasiga singdiradigan Turk havo yo'llari bilan har bir parvoz oddiy safardan ko'ra kattaroq ma'noga ega bo'lishi mumkin. Balki keyingi manziling sen hali tanimagan yangi o'zing tomon olib borar. Batafsil ma'lumotni tavsifdagi havola orqali topishing mumkin. Endi esa mavzumizga qaytamiz. Carl Jung inson ruhiyatini chuqur kuzatar ekan, juda ozchilik anglaydigan bir haqiqatni ko'rsatgan edi. Insonni eng kuchli boshqaradigan narsa tashqi voqealar emas. Uni ichidagi ramzlar, ma'nolar va ko'zga ko'rinmaydigan ruhiy dunyo boshqaradi. Sen o'zing bilan qanday gaplashsang, vaqt o'tishi bilan hayoting ham o'sha tilda shakllana boshlaydi. Agar ichki ovozing shubha, qo'rquv va o'zingni rad etish bilan to'lib ketgan bo'lsa, ongang umr bo'yi shu e'tiqodlarni tasdiqlaydigan dalillarni izlaydi. Aksincha, ichki suhbating o'zgara boshlasa, bir xil hayotga boshqacha nigoh bilan qaray boshlaysan. Tashqi olam birdan o'zgarmaydi, ammo sening uni his qilishing butunlay boshqa tus oladi. Bugungi video oddiy motivatsiya yoki o'zingga ishon degan odatiy gaplar haqida emas. Bugun Carl Jung qarashlari orqali ichki ovozing bilan qanday suhbat qurishni o'rganamiz. Shunday suhbatki, har bir so'zing shunchaki hissiyotga berilgan javob bo'lib qolmay, balki fikrlaringni, his-tuyg'ularingni va butun hayotingni boshqa yo'lga buradigan kuchga aylansin. Ba'zan inson hayotidagi eng katta burilish juda kichik narsadan boshlanadi. Hech kim eshitmaydigan, faqat sen eshitadigan birgina jumlada. Birinchi qadam shundan boshlanadi. O'zing bilan birovning ovozida gaplashishni to'xtat. Hech o'ylab ko'rganmisan? Xato qilganing zahoti ichingdan chiqadigan o'sha ovoz aslida kimniki? Sen hech narsaga yaramaysan. Buni eplolmaysan. Ortiqcha orzu qilma. Har doim shunday bo'ladi. Ko'pchilik bu ovozni o'ziniki deb hisoblaydi. Bu yoki shu uning haqiqiy fikri. Ammo Carl Jung boshqacha qaragan. Uning fikricha, inson bolaligidan boshlab atrofdagi odamlarning gaplarini, baholarini va kutgan natijalarini shunchalik ichiga singdiradiki, bir kun kelib ular o'zining ovozidek eshitila boshlaydi. Bir paytlar ota-onang aytgan tanqid, ustozing bergan baho, qarindoshlarning taqqoslashi yoki jamiyatning talab va qoidalari yillar davomida ichingda yashab oladi. Oradan qancha vaqt o'tmasin, ular ichki suhbat shaklida yana qayta-qayta yangrayveradi. Shuning uchun ham ko'pincha sen o'zing bilan emas, balki uzoq yillar oldin miyangga yozib qo'yilgan jumlalar bilan gaplashayotgan bo'lasan. Tasavvur qil. Ichki olaming ulkan kutubxona.
Javonlarda yuzlab kitoblar turibdi. Ba'zilarini ota-onang yozgan, ba'zilarini maktab, yana boshqalarini do'stlar, jamiyat va boshqalarning kutgan natijalari yozgan. Eng achinarlisi shuki, ko'pchilik butun umr o'sha kitoblarni qayta-qayta o'qiydi, ammo hayoti davomida o'z kitobining birinchi sahifasini ham yozmaydi. Shu sababli o'zingni hukm qilayotganingda, balki hukm chiqarayotgan hakam ham aslida sen emasdir. Ko'pincha inson o'zini bugungi kunning og'irligi ostida emas, balki kechagi hukmlar ostida yashayotgandek his qiladi. Shuning uchun qancha mehnat qilmasin, qancha natijaga erishmasin, ichida baribir bir ovoz yetarli emassan deb turaveradi. Karl Jung insonning eng katta ozodligi tashqi dunyoni yengishda emas, ichidagi ovozlarni ajrata olishida ekanini ta'kidlagan. Chunki sen qaysi ovoz senga tegishli, qaysinisi esa boshqalardan qolgan meros ekanini anglamaguningcha, tanlovlaring ham haqiqatdan seniki bo'lmaydi. Shu yerda bir qiziq tasavvurni ko'z oldingga keltir. Qalin tuman tushgan tog' yo'lida ketayotgan odamlarsan. Oldingdagi odamning izidan yurish juda qulay. Chunki yo'lni o'zing qidirishga hojat yo'q. Ammo bitta muammo bor. Agar oldinda ketayotgan odam adashgan bo'lsa-chi, orqadagilar hammasi uning ortidan bemalol ketaveradi. Hech kim shubhalanmaydi, chunki izlar tanish ko'rinadi. Ruhiyat ham xuddi shunday ishlaydi. Agar ichingdagi ovoz qayerdan kelganini bilmasang, sen ham boshqalarning izidan yurayotgan bo'lasan. Bu izlar tanish tuyuladi, chunki ular bolaligingdan beri sen bilan birga. Ammo tanish bo'lishi ularning to'g'ri ekanini anglatmaydi. Shuning uchun ichki suhbatingni birdaniga ijobiy gaplar bilan almashtirishga shoshilma. Avval mikrofon kimning qo'lida ekanini bil. Har safar o'zingni qattiq tanqid qilganingda bir lahza to'xta. O'zingdan so'ra. Bu gapni menga birinchi bo'lib kim aytgan edi? Bu ovoz haqiqatdan menikimi? Men shunday o'ylaymanmi yoki shunday o'ylashni o'rganganmanmi? Ba'zan shu 3 ta savolning o'zi yillar davomida seni boshqarib kelgan hukmlarning kuchini sindira boshlaydi. Bu ota-onangga qarshi chiqish emas. Bu jamiyatni ayblash ham emas. Bu shunchaki har bir ovozni o'z egasiga qaytarishdir. Faqat shundan keyingina sening haqiqiy ovozing asta-sekin eshitila boshlaydi. Ehtimol ko'p yillardan beri birinchi marta ichingdagi sokin, bo'simsiz, tabiiy ovozni eshitarsan. Video davom etishidan oldin bir kichik mashq qil. Ichingda eng ko'p takrorlanadigan ovozni bitta so'z bilan ta'rifla. Qo'rquvmi? Bosimmi? Taqqoslashmi? Aybdorlikmi? Yoki umuman boshqa narsa? Izohlarda aynan o'sha bitta so'zni yoz. Ba'zan bir narsaga nom berishning o'zi uning ustidan nazoratni qaytarishning boshlanishi bo'ladi. Ammo ichingdagi ovozlar senga tegishli emasligini anglaganingdan keyin yana bir savol tug'iladi. Agar ular meniki emas ekan, unda ichimdagi qo'rquv kim? Nega u meni har safar ortga tortadi? Ikkinchi qadam aynan shu yerda boshlanadi. Qo'rquving bilan kurashma. U bilan suhbat qurishni o'rgan. Bir necha vaqt oldin qariyb 40 yoshdagi bir inson o'z boshidan o'tgan voqeani aytib bergan edi. Har safar yangi ishga hujjat yuborishga tayyor bo'lganda hammasi tayyor bo'lardi. Rezyume tayyor, tajriba yetarli. Do'stlari ham yubor deb dalda berardi. Ammo yuborish tugmasini bosish oldidan qo'li to'xtab qolardi. Notebookni yopardi. Ertaga yuboraman derdi. Ertaga esa keyingi haftaga aylanardi. Keyingi hafta esa oylar davom etardi. Uni eng ko'p qiynagan narsa dangasalik emas edi. Ichida juda sokin bir ovoz uni ortga tortardi. Lekin u nima uchun bunday qilayotganini o'zi ham tushunmasdi. Odatda bunday paytda inson o'ziga buyruq bera boshlaydi. Qo'rqma,
Kuchli bo'l. Shuncha o'ylama, ammo e'tibor ber. Bularning barchasi buyruq. Hech biri savol emas. Hech biri tinglamaydi. Natijada ichki suhbat tezda ichki urushga aylanadi. Bir tomonda ong, ikkinchi tomonda qo'rquv. Ong baqirgani sari qo'rquv ham balandroq ovoz chiqarishga majbur bo'ladi. Carl Jung aynan shu nuqtada boshqacha fikr bildirgan. U qo'rquvni dushman deb ko'rmagan. U uni ruhiyat yuborayotgan xabar deb ko'rgan. Carl Jungning mashhur fikrlaridan biri shunday mazmunga ega. Inson nur haqida orzu qilish bilangina emas, balki ichidagi qorong'u tomonlarni anglash orqali ham ongli hayot sari qadam tashlaydi. Bu qorong'ilikni ulug'lash degani emas. Bu shuni anglatadiki, sen ko'rishni istamagan, doim ichkariga itarib yuborgan his-tuyg'ular bir kun baribir boshqa yo'l bilan yuzaga chiqadi. Qo'rquv mantiq tilida gapirmaydi. U ikkilanish orqali gapiradi. Kechiktirish orqali gapiradi. Sababsiz bezovtalik orqali gapiradi. Bir xil xatolarni takrorlash orqali gapiradi. Agar sen uning har bir ovozini jim bo'l deb bosishga urinaversang, u aslida nima demoqchi ekanini hech qachon bila olmaysan. Shu sababli bugundan boshlab ichki suhbatingni ozgina o'zgartirib ko'r. Har safar qo'rquv paydo bo'lsa, darhol qo'rqishim mumkin emas. Men kuchli bo'lishim kerak deb aytishga shoshilma. Buning o'rniga bir varaq qog'oz ol. Shunday yoz. Qo'rquvim, seni ko'ryapman. Menga nima demoqchisan? Keyin yozishni davom ettir. O'ylab javob topishga urinma, bahslashma. Faqat ichingdan kelayotgan fikrlarni yozib bor. Go'yo qarshingda bir inson o'tiribdi va sen uning gaplarini qog'ozga tushiryapsan. Mana shu oddiy mashq butun suhbatning tabiatini o'zgartiradi. Endi sen buyruq berayotgan qo'mondon emassan. Sen tinglayotgan hamrohsan. Tasavvur qil. Bitta uyda 2 kishi yashaydi. Har safar ulardan biri gap boshlasa, ikkinchisi darrov eshikni yopib yuboradi. 1 kun, 2 kun, 1 oy, 1 yil. Oxiri ichkarida qolgan odam tobora balandroq taqillata boshlaydi. Chunki uni hech kim eshitmayapti. Ichki olam ham xuddi shunday. Qo'rquv seni bezovta qilishni yoqtirgani uchun qayta chiqmaydi. U shunchaki eshitilishni xohlaydi. Eng qiziq paradoks shunki, uni quvishga qancha ko'p kuch sarflasang, shuncha ko'p o'zing bilan kurashayotgan bo'lasan. Bu kurash esa insonni tashqi voqealardan ham ko'proq holdan to'ydiradi. Ba'zan qo'rquvning aytmoqchi bo'lgani juda oddiy bo'ladi. Ba'zan u shunchaki sen hali yetarli ma'lumot yig'mading deyotgan bo'ladi. Ba'zan esa oldingi og'riq hali to'liq tinmagan deyotgan bo'ladi. Yana ba'zan esa bu yo'l sen uchun yangi. Shuning uchun ehtiyot bo'l degan signalni yuboradi. Agar har safar javobing faqat jim bo'l bo'lsa, shu foydali ogohlantirishlarning hammasini birga ko'mib yuborasan. O'zini tinglay oladigan inson qo'rquv aytgan har bir gapga ishonmaydi. Ammo u aytayotgan har bir gapni ham bekorga chiqarmaydi. Mana shu farq. Bu taslim bo'lish emas. Bu haqiqiy suhbat. Carl Jung uzoq yillar davomida odamlar bilan ishlaganida yana bir narsani kuzatgan. Ichki ziddiyatlarning aksariyati bir tomon g'alaba qilgani uchun tugamaydi. Ular inson nihoyat ichida uzoq vaqt davomida qochib kelgan narsaga xotirjam qaray olganida tinchiydi. Shuning uchun qo'rquving bilan gaplashishning maqsadi uni yo'qotish emas. Uni yengish ham emas. Uni noto'g'ri ekanini isbotlash ham emas. Asl maqsad ikkalangiz ham bir joyda bo'la oladigan ichki makonni yaratish. Shunda qo'rquv endi seni boshqarish uchun baqirishga majbur bo'lmaydi. U qorong'ulikdan chiqib oddiy suhbatdoshga aylanadi. Keyingi safar hayotingdagi muhim qaror oldida qo'rquv yana kelganida o'zingga boshqacha murojaat qil. Men kuchli bo'lishim kerak demagin. Buning o'rniga shunday de. Bilaman, sen shu yerdasan. Hammasini ayt. Men avval seni tinglayman, keyin qaror qilaman. Bu juda oddiy jumlaga o'xshaydi.
Lekin ba'zan inson hayoti yangi usul topgani uchun emas, ichidagi urush nihoyat suhbatdan aylangani uchun o'zgaradi. Ammo tinglashning o'zi yetarli emas. Har qanday ichki suhbat faqat bitta shart bajarilgandagina insonni davolay boshlaydi. Gapirayotgan tomonni hukm qilish emas, mehr bilan kutib olish. 3-qadam aynan shu yerda boshlanadi. Ichingdagi yaralarga mehr bilan gapir. Inson tanasidagi kichkina jarohatni ham darrov davolashga harakat qiladi. Ustiga dori surtadi, bog'laydi, ehtiyot qiladi. Ammo ruhiy jarohatlar haqida gap ketganda ko'pchilik butunlay boshqacha yo'l tutadi. Unut, yig'lama. Bo'lib o'tgan narsani eslama. Kuchli bo'l. Shunday qilib yillar o'tadi. Voqea uzoqlashadi, lekin voqeaga bog'langan hissiyot ichkarida qolaveradi. Carl Jung ruhiyat doimo o'zini yaxlit holatga qaytarishga intilishini ta'kidlagan. Shuning uchun e'tibor berilmagan his-tuyg'ular yo'qolmaydi. Ular faqat kutadi. Bir kun kelib sen ularga boshqacha munosabatda bo'lishingni kutadi. Shu sababli o'zing bilan qiladigan suhbat oddiy dalda emas. Bu og'riqqa bo'lgan munosabatingning asta-sekin o'zgarishidir. Hukmdan tushunishga, qahrdan mehrga, rad etishdan qabul qilishga. Ko'p odamlar bugungi voqealarga kechagi yaralar bilan javob beradi. Kimdir oddiy tanbeh bersa, u buni rad etilish deb qabul qiladi. Kimdir uzoqroq javob yozsa, ichida tashlab ketilish qo'rquvi uyg'onadi. Kimdir uni tanlamasa, o'z qadrini yo'qotgandek his qiladi. Aslida bugungi voqea bunchalik katta emas, lekin ichkaridagi eski yara hali ham og'riyapti. Jungning qarashlariga ko'ra ruhiyat yangi voqealarni eski xotiralar bilan bog'laydi. Agar avvalgi og'riq hanuz tirik bo'lsa, bugungi oddiy holat ham o'sha eski azobni yana uyg'otadi. Demak, davolanishi kerak bo'lgan narsa bugungi vaziyat emas, uni qanday talqin qilayotganing. Ko'pchilik o'zini qattiq tanqid qilishni foydali odat deb o'ylaydi. Qattiqroq bo'lsam, yaxshiroq natija qilaman. Asramasam, kuchliroq bo'laman. Ammo ruhiyat boshqacha ishlaydi. Doimiy hujum ostida qolgan qalb yopilib oladi. Xavfsizlikni his qilgan qalb esa asta-sekin ochila boshlaydi. Tasavvur qil. Bog'bon yosh nixonni parvarish qilmoqda. U shoxlarni tortib, tezroq katta bo'lishga majburlamaydi. Har kuni tuproqni boyitadi, suv beradi, quyosh yetishini ta'minlaydi, sabr qiladi. Oradan vaqt o'tib daraxt o'z kuchi bilan mustahkamlanadi. Ruhiyat ham shunday. Ayblov og'riqni yanada chuqurroq yashiradi. Mehr esa ichkarida yashirinib qolgan qismlarga yana hayot bag'ishlaydi. Carl Jungning yana bir chuqur fikri bor. U inson o'z ichidagi qorong'ilikni tanisa, boshqalarning og'ir tomonlarini ham yaxshiroq tushuna boshlashini aytgan. Lekin bu fikrning yana bir muhim tomoni bor. O'z og'rig'ini tushungan inson endi o'zidan mukammallik talab qilmaydi. U biladi. Yetuklik hech qachon hamma narsaga chidash emas. Yetuklik zaif tomoningni uyat deb emas, insoniylikning bir qismi deb qabul qila olishdir. Bugungi dunyo esa buning aksini o'rgatadi. Go'yoki sening qadriyatlaring faqat natijalaring bilan belgilanadi. Muvaffaqiyat bo'lsa sen yaxshi odamsan. Xato qilsang, go'yoki butun shaxsing yomon. Mana shu chalkashlik eng katta og'riqlardan biridir. Aslida sen qilgan xato bilan sening qadring bir narsa emas. Buni ajrata olganing zahoti ichki ovozing ham o'zgarishni boshlaydi. Men hech narsaga yaramayman degan jumla o'rniga boshqa savol tug'iladi. Bu voqea menga nimani ko'rsatmoqchi? Ba'zan ichki suhbatdagi mana shu bitta o'zgarish butun hayot yo'nalishini sekin-asta boshqa tomonga buradi. Bir rassom haqida o'ylab ko'r. Har safar uning chizgan surati rad etilganda, u uni yirtib tashlardi. Keyin esa o'ziga bitta hukm chiqarardi. Demak, menda iste'dod yo'q. Oradan yillar o'tib u ruhshunos bilan ishlay boshladi. Suhbatlar davomida bir haqiqat asta-sekin yuzaga chiqdi. Og'riq surat rad etilganidan emas edi.
Og'riq bolaligidan qolgan edi. Har bir ishi baholar bilan o'lchangan. Har bir harakati boshqalar bilan taqqoslangan. Har bir muvaffaqiyati yana yaxshiroq qilishing kerak degan gap bilan kutib olingan. Shuning uchun bugungi rad javobi aslida kechagi og'riqni uyg'otardi. U shu narsani anglaganidan keyin ichki suhbat ham o'zgardi. Endi u har bir muvaffaqiyatsizlikdan keyin men iste'dodsizman demasdi. U shunday derdi: bugun ko'nglim og'riydi. Ammo mening qadrim bitta natija bilan belgilanmaydi. Mana shu bitta jumla asta-sekin uning ijodini qaytardi. Chunki qo'rquv endi uning fikrlarini boshqara olmay qoldi. Karl Jungning qarashlaridagi eng go'zal fikrlardan biri shuki, davolanish xotirani o'chirib yuborish emas. Xotiralar qoladi. Xuddi 100 yillik daraxt tanasidagi halqalar kabi. Har bir halqa bir qurg'oqchilikni eslatadi. Boshqasi kuchli yomg'irni, yana boshqasi dahshatli bo'ronni. Ammo hech kim daraxtga qarab, shu halqalar uni zaif qilib qo'yibdi demaydi. Aksincha, aynan shu halqalar uning qanchalik mustahkam ekanini ko'rsatadi. Inson ham bundan farq qilmaydi. Yaralar umr bo'yi kishan bo'lib qolishi shart emas. Ularga mehr bilan qarashni o'rgansang, ular asta-sekin donolik, hamdardlik va ichki matonatga aylana boshlaydi. O'zing bilan mehr bilan gaplashish yana bir narsani anglatadi. Hayoting boshqaruvini yana o'zingning yetuk qismingga qaytarish. Endi har bir hissiyot kelgan zahoti uning ortidan yugurmaysan. Avval tinglaysan, keyin tanlaysan. Mana shu qisqa tanaffus insonning eng katta ichki erkinligi. Aynan shu lahzada ichki ovozing hukm chiqaruvchi emas, tayanchga aylanadi. Kecha u seni bir nechta xatoing uchun ayblardi. Bugun esa avval og'riqni tinglaydi, keyin xulosa qiladi. Mana shu lahzadan boshlab sen eski aylana ichida emas, yangi yo'lda yura boshlaysan. Lekin ichki yaralarni davolashning o'zi ham oxirgi manzil emas. Yana bir chuqur savol qoladi. Agar ichimdagi ovoz o'zgardi, qo'rquvimni tingladim, yaralarimga mehr bera boshladim, unda endi meni kim boshqaradi? Qo'rquvmi? Jamiyatmi? Boshqalarning fikrimi? Yoki bundan ham chuqurroq bir markaz bormi? Karl Jung aynan shu markazga alohida nom bergan. U uni self, ya'ni insonning eng chuqur va eng haqiqiy markazi deb atagan. 4-qadam aynan shu yerda boshlanadi. Ichki dunyoning markaziga qo'rquvni emas, haqiqiy o'zingni qo'y. Har kuni miyangda yuzlab ovozlar yangraydi. Buni qil, bunday bo'l. Odamlar nima deydi? U sendan yaxshiroq. Yana xato qilma. Lekin juda kam odam bir lahza to'xtab o'zidan bitta savol so'raydi. Hayotimni aslida kim boshqaryapti? Karl Jungning fikricha inson ichida shunday bir markaz borki, u na qo'rquv, na havas, na boshqalarning olqishi bilan yashaydi. U insonning eng chuqur, eng sokin va eng haqiqiy qismidir. Jung uni self, ya'ni haqiqiy men deb ta'riflagan. Bu sen har kuni ko'rsatadigan niqob emas. Bu kasbing ham emas. Bu boshqalarga yoqish uchun yaratgan qiyofang ham emas. Bu hamma ovozlar tinchiganida ichingda qoladigan eng asl markaz. Afsuski ko'pchilik hayotini aynan shu markaz emas, tashqi dunyo boshqaradi. Kimdir maqtab qo'ysa kayfiyati osmonga chiqadi. Kimdir tanqid qilsa, butun qadrini yo'qotgandek his qiladi. Bir muvaffaqiyat bo'lsa o'ziga ishonadi. Bir muvaffaqiyatsizlik bo'lsa, o'zidan ko'ngli soviydi. Hayoti to'lqin ustidagi qayiq kabi bir u yoqqa, bir bu yoqqa tebranib yuradi.
Yung esa inson ichida bundan ancha barqaror tayanch borligini aytgan. Tasavvur qil. Katta g'ildirak yo'lda aylanib ketmoqda. Ko'zi Finn tabiiy ravishda uning tashqi qismiga tushadi. U tinmay harakat qiladi. Ammo shu harakatning markazida deyarli qimirlamaydigan o'q bor. Agar o'sha markaz bo'lmasa, g'ildirakning o'zi ham parchalanadi. Ruhiyat ham xuddi shunday. Hissiyotlar o'zgaradi, fikrlar almashadi. Hayotdagi sharoitlar bir xil qolmaydi, lekin ichingdagi haqiqiy markaz o'zgarmaydi. Kimki hayotini faqat tashqi voqealarga bog'nasa, u doimo bezovta yashaydi. Kimki asta-sekin ichidagi shu markaz bilan aloqani tiklasa, u eng qiyin davrlarda ham ichki barqarorlikni saqlay oladi. Bu markazning yana bir o'ziga xos tomoni bor. U hech qachon baqirmaydi. U buyruq bermaydi. Ko'pincha u juda sokin ovozda gapiradi. Ba'zan ichingdagi tushuntirib bo'lmaydigan xotirjamlik orqali, ba'zan esa nimadir noto'g'ri ketayotganini sezdiradigan bezovtalik orqali. Ko'p odamlar jamiyat muvaffaqiyat deb hisoblaydigan hamma narsaga erishadi. Yaxshi ish, pul, obro', mashina, uy, ammo baribir ichida qandaydir bo'shliq qoladi. Sababi tashqi muvaffaqiyat yetishmaganidan emas, sababi yashayotgan hayoti ichidagi eng chuqur markaz bilan mos kelmay qolganidan. Oradagi masofa qancha kattalashsa, inson o'zini shuncha yo'qotgandek his qiladi. Carl Jung shunday mazmunda yozgan edi. Inson uchun eng katta baxt o'zi aslida kim bo'lsa, asta-sekin shunga aylanishidir. Bu mashhur bo'lish degani emas, mukammal bo'lish ham emas. Bu boshqalarga yoqadigan inson bo'lish ham emas. Bu ichingdagi eng haqiqiy qism bilan yarashishdir. Hayotingda shunday vaziyatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldingda ikkita yo'l turadi. Aqling bittasini tanlaydi. Lekin ichingdagi nimadir? Bu yo'l seniki emas, deydi. Ko'pchilik shu ovozni e'tiborsiz qoldiradi. Chunki u juda sokin. Uni ambitsiya bosib ketadi. Uni qo'rquv bosib ketadi. Uni boshqalarning kutgan natijalari bosib ketadi. Oradan yillar o'tib esa odam ichim sezganda, deydi. Yun bunday sezgini shunchaki sirli hodisa deb ko'rmagan. U buni ruhiyatning eng chuqur markazi, insonni o'z yo'liga qaytarishga urinayotgan tiri deb tushuntirgan. Shuning uchun bugundan boshlab o'zingga boshqa savol berishni boshlagin. Boshqalar nima deydi? Emas. Bu tanlov ichimga xotirjamlik olib keladimi? Chunki ba'zan eng to'g'ri qaror eng ko'p olqish oladigan qaror emas. Eng to'g'ri qaror kechasi yostiqqa bosh qo'yganingda qalbingni tinch qoldiradigan qarordir. Mana shu yerda haqiqiy erkinlik boshlanadi. 5 va oxirgi qadam shu haqiqatni har kuni yashashdir. Ichki dunyongga qayt va asl o'zing bo'lib yashashni tanla. Oxir oqibat inson hayotini o'zgartiradigan narsa tashqi sharoit emas. Hammasi ichingda. Har kuni davom etadigan suhbatdan boshlanadi. Sen yangi ish topishing mumkin. Boshqa shaharga ko'chishing mumkin. Yangi munosabat boshlashing mumkin. Yuzlab kitob o'qishing mumkin. Ko'plab maqsadlarga erishishing mumkin, ammo ichingdagi ovoz hanuz sen yetarli emassan. Yana muvaffaqiyatsizlik kutyapti. Baribir sendan chiqmaydi deb turaversa, tashqi o'zgarishlarning ko'pi eski devorga yangi bo'yoq surtishga o'xshaydi. Carl Jung insonni doim ichki olamiga qaytarardi. Chunki u haqiqiy o'zgarish boshqa odamga aylanish emasligini juda yaxshi tushungan. Haqiqiy burilish inson o'zidan qochishni to'xtatganida boshlanadi. Bugungi dunyo bizni boshqalarni tushunishga o'rgatadi. Qanday kiyinishni bilamiz, qanday taassurot qoldirishni bilamiz, qanday gapirsak olqish olishimizni bilamiz. Lekin juda oddiy bitta savol oldida ko'pincha jim qolamiz. Men hozir aslida nimani his qilyapman? Mana shu masofa birdan paydo bo'lmaydi.
Har safar ichingdagi ovozni chetga surganingda u biroz kattalashadi. Har safar qadriyatlaringga zid bo'lgan narsaga indamay rozi bo'lganingda u yana kengayadi. Har safar boshqalarga yoqish uchun o'zingni inkor qilganingda u yanada uzoqlashadi. Bir kun kelib odamlar orasida yurgan bo'lsang ham, ichingda yolg'iz qolganingni his qilasan. Sababi sen boshqalardan emas, o'zingdan uzoqlashib ketgansan. Jung inson faqat ichiga qaraganidagina uyg'ona boshlashini ta'kidlagan. Tashqariga tikilgan nigoh ko'pincha orzular yaratadi. Ichkariga qaragan nigoh esa haqiqatni ko'rsatadi. Shuning uchun hayotingdagi eng katta burilish katta voqea bilan boshlanishi shart emas. Ba'zan u ertalab uyg'onganingdan keyin o'zingga aytadigan birgina jumladan boshlanadi. Har bir ichki jumla ong ostiga tashlangan urug'ga o'xshaydi. Qaysi urug'ni ko'proq eksang, vaqt o'tib hayotingda aynan o'sha meva ko'rina boshlaydi. Tasavvur qil. Baland tog' bag'ridan tiniq buloq oqib chiqmoqda. Manbada suv shunchalik musaffoki, osmonni aks ettiradi. Pastga tushgan sari unga loy, barg va boshqa narsalar qo'shiladi. Lekin manbaning o'zi ifloslanmaydi. Inson ruhi ham xuddi shunday. Bosim, og'riqlar, rad etilish, qo'rquv, bularning hammasi faqat ustki qatlam. Ichingdagi asl mohiyat yo'qolmagan. U faqat shovqin ostida qolgan. Shuning uchun o'zingga qaytish yangi inson yaratish emas, bu changni artishdir. Ichingdagi haqiqiy ovoz yana eshitilishi uchun yo'l ochishdir. Endi har kuni o'zing bilan qiladigan suhbatga boshqacha qaragin. Ertalab uyg'onganingda bugun hammasiga ulgura olamanmi deb boshlash o'rniga o'zingdan so'ra. Bugun qanday inson bo'lishni tanlayman? Xato qilganingda men yaramayman demagin. Bu xato mening qadrimni belgilamaydi deb ayt. Qiyin qaror oldida faqat qo'rquvni emas, ichingdagi xotirjamlikni ham tingla. Shunday oddiy jumlalar vaqt o'tishi bilan fikrlash uslubingni, his-tuyg'ularingni va qarorlaringni sekin-asta o'zgartiradi. Hayot sharoitlar yengillashgani uchun emas, sen ularga boshqacha javob bera boshlaganing uchun o'zgaradi. Oldin seni sindirgan rad javobi endi saboq bo'ladi. Oldin qadringni shubha ostiga qo'ygan xato endi tajribaga aylanadi. Oldin tun bo'yi uxlatmagan birovning tanqidi endi butun kuningni boshqarmaydi. Tashqi dunyo avvalgidek qoladi. Unda ham olqish bo'ladi, ham tanqid, ham yutuq, ham yo'qotish. Ammo ichki dunyong o'zgargan bo'ladi. Mana shu bitta farq butun hayoting boshqacha tus olganini his qildiradi. Agar bugungi suhbatdan birgina narsani eslab qolsang, mana buni eslab qol. Har safar o'zing bilan hurmat bilan gaplashganingda sen faqat kayfiyatingni emas, kelajagingni ham o'zgartiryapsan. Har safar o'zingni hukm qilish o'rniga tushunishni tanlaganingda ichingdagi ozodlikni yana bir qadam yaqinlashtiryapsan. Har safar mehrni aybdan ustun qo'yganingda ruhing yana bir bo'lak yaxlitlikka qaytyapti. Shuning uchun bugun videoni tugatganingdan keyin o'zingga aytadigan birinchi jumlaga e'tibor ber. U hukm bo'lmasin. U ayblong bo'lmasin. U senga tayanch bo'lsin. Chunki inson hayotidagi eng katta inqilob ko'pincha tashqarida emas, ichkaridagi sukutda boshlanadi. Va ichingdagi suhbat o'zgargan kuni faqat hayoting emas, o'sha hayotni yashayotgan inson ham tubdan o'zgaradi.